Короче, hava salom obunachilar, sizlar bilan Kumiko va do'stlar yangi videoga xush kelibsizlar. Xullas, bugun yangi video olishga qaror qildim. Va siz kanalimga obuna bo'lishni unutmang, chunki bugungi video juda ham qiziq bo'ladi. Va kanalimga obuna bo'lgan bo'lsangiz, tezroq videoni boshladi. Do'stlar, do'stlar, qishlog'imizda biroz o'zgarishliklar bor. Короче, bu narsalarni ko'rgan bo'lsangiz kerak, lekin bu yoqqa uy qurildi va men shu uyga ko'chib o'tdim desa ham bo'ladi. Tak, hozir sizlarga uyni ichida ko'rsataman. Mana do'stlar, meni yangigina, chiroyligina uy. Bu yoqda instrumentlar turadi, bu yoqda narsalar va bu yog'i yotoqxona. Kompyuterni ham qurib qo'yganmiz, lekin mana monitor turib qoldi. Buni tashlab yuboraman, hech qisi yo'q. Xo'sh, tak do'stlar, sizlarda ham ishlar cho'tkimi? Endi sal-pal 2 kunlarning ichida bittagina video qo'yib turaman. Do'stlar, lekin biroz charchadim. Dam olgandan keyin kamera yo'qaman. Bir bor havaga salom azizlarim, sizlar bilan Kumiko do'stlar. Mana do'stlar, tong ham tezda otibdi va o'zimizni ishlarimizni qilamiz. Qani ketdik. Bizning birinchi qiladigan ishimiz bu ferma. Axir janob mer bizga tezroq oyligimizni bersa yaxshi bo'lardi. Xo'sh, tak bu yoqda nima olamiz? Kuznica nima bo'ldi deyapsizlarmi? Kuznicaga hech narsa bo'lgani yo'q. Nima deydi, sotaman-da. Xullas, birozgina sotamiz. Tak shuncha yetadi. Ekinlarni to'g'ri qilishimiz kerak, yetmay qolsa. Xo'sh, ularni ham hali janoverga tashlashim kerak. Hammasini bitta tashlayman deb qaramangan edim. Vau, jitel уже qarashni boshlabdi meni fermamni. Voy, qachon qaraysan fermaydi. Hozir bu o'sgan fermani tozalab yuboraman. To'xtay, stop, bu meni fermam. What the fuck? Kirqildi, yo'qol. Jin ursa qanday chiqib oldi? Hamayla, ekaningni qarab qarorsan. Jin ursin do'stlar, jitellarni kallasi sal ketib qolganini e'tibor bermaysiz. Shunday videoni buzding, qanisani haromi. What? Senga balom bor, cho'milib sasyapsan. Boy bo'lsa ham shunday boy jitel sassiydimi ya, jin ursin, meni asabim bo'ldi. Da, u yog'iga hali men chodir qurgan edim. Shu chodirlarni endi hali aylangani borganimizda bugun chodirda dam olaman. Xo'sh, bu yoqqa sabzilarni ekaylik. Okey. To'g'ri ekish kerak, janob mer aytgan menga. Lekin haligacha kartoshka ekkanimiz yo'q. Ana fermani ham qarab ketishim kerak. Tak. Tezroq men qaray. Juda ham zerikdim shu ferma ishlaridan. Lekin qilmasam uyga non olib kira olmayman. Qornim och qoladi, o'ylayapsizlarmi? Lekin bir tarafdan yaxshi ishim, chunki pullarni tezroq olaman bir haftada. Tak. Bu yog'iga endi to'g'ri ekishimiz kerak. Bu yog'ini hozir olib tashlaymiz va bu yoqqa mana bunday ekanmiz. Janob mer bularni ko'rib juda ham xursand bo'ladi. O'zini boqyapti janob mer, to'g'risini aytsam. Mana shu fermalarning orqasidan tank yo'qqa ham qaraymiz. Maraz, sen fermani o'g'risi yo'q, bu yoqda men qarayapman. Sen hamma fermalarning egasi bo'laver-da. Yaxshi qararkansan-ku, bizni tushirib yuboryapsan tarim. Da, sendan yaxshi qaray. Yo, what the fuck?
Jinursi shunaqa narsa qiladi. Mayli, tak. Xo'sh, bu fermani ham dadalasiga chiqib ketibdi. La'nati, shunday ferma ham qilishadimi? Voy, rahmat, ekib qo'yaver. Ekyapti o'zi, ko'raylik-chi. Ada, bu sabzi ekyapti ekan, mayli, ekishib yuboramiz. Baqa sabzi ekmadim ish qilib. Ada, to'g'ri ekyapti. Okey, tayyor bo'ldi. Nima bu yo'q yem ekyapsanmi? Jin ursin. Ha, ekaman-da. Mana qurib qolyapti. O'zing qara bu fermani. Takni yana boshqa fermalarni qarab kelay. Xo'sh. Bu uy birozgina ta'mirlarni qaranglar. Derazani ochiladigan qilib qo'yishdi. Lekin texnologiya bo'ldi, mayli. Boshqa ferma yo'q ekan. Do'stlar, mana fermalarni qaranglar. Shunisini olamiz. Janob Jitel, yo'qol, bu meni fermam. O'ldirib qo'ydim meni. Do'stlar, bu fermalarni o'sganini qarang. Jinursin, u meni fermam. Yo'qol. Mana senga, mana. Urma, yo'q. Okey. Rovlarni fermasini o'g'irlagan shunday bo'ladi. Tak. Xo'sh, janob, men mana narsalarni ham solib qo'ydim. Jinursin qani. Mayli, janob, men ketdim. Oyligimni 2 kundan keyin berasiz. Ha, beraman, bo'pti, yo'qolur. Mayli, ketdim men. Xo'sh, do'stlar, nimaga shuncha payt o'zingizni yo'q qilib o'ynadingiz deyapsizlarmi? Men hozirgina videoni pauza qilganman deb o'ylagan ekanman, ammo pauza bo'lmagan ekan. Bu joyga e'tibor bermaysiz degan umiddaman. Videomizni shu joyda yakunlaymiz. Sizlar bilan ko'p bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizlarga kattakon rahmat. Keyingi videomiz men yangi qishloq topib oldim degan video bo'ladi. Hammaga xayr obunachilar, sizlar bilan ko'p bo'ldi va keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.